أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الولي في النكاح واستئذان المرأة. Men bu velininki nikada veli buluşniki babi ve ayal kişinin izni soraşniki babi dedimdi. Bizim de kitabın nikah degan kitap kelgan to'q mana Mishkatul Masabi degan hadis kitobni o'qib, meni oldingi darsimizda nikah degan nima, qandoq bo'lsa nikah bo'lgan bo'ldi, uniki manfaati qandoq deganlikning ustida yuqorida bu yerda deb o'tilgandi. Endi ondan keyin yana Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'ninki hadisga asosan bir adam to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, shu ayol kishi yo qiz bolaga qarshi bo'lamdi, bo'lmamdi. Buning ustidagi Peygamber sallallohu nima deb hadisi bor. Buning ustida to'xtaldik. Endi kishi o'zi mustaqil balog'at yetgandan keyin o'zi mustaqil bir ishni qila oladi. Qon bo'lgandan keyin bunga bir veli ketmaydi. Endi ayol kishi yoki qiz bolaniki o'zi meni bu to'y qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, meni to'y qilish jarayonida asli bu qiz yoki ayolga bunga bir egdochilik qilgan bir odam bo'lish kerak. Bu egdochilik qilishda chunki bo'lib bu qiz bola, ya'ni to'y qilmagan qiz bolaniki o'zi bunga shu qiz bolaniki ishni qilib beradigan, to'y ishlarini maslahat qilib, ishni qilma, ishni deb beradigan, mana bu o'g'il bola taraf bilan ko'rishadigan bunda bir ishqa bu yilqi kishi, ya'ni bir veli bo'lgan, shu ishlarga ega bo'ladigan bir odam bo'lmasa bo'lmaydi. Chunki qiz bola degan bu hayajon bo'lgandan keyin, ya'ni uyatqisi keladigan, xijil bo'ladigan, bunda bir tabiat bo'lgandan keyin o'chaning o'zida bu men o'zim qilaman deb xalq bilan bunda bir jussa obdan bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerga nima qilgan islom dinimiz, shunday to'y qilmagan bir qiz bola agar shunday bir to'y qilmoqchi bo'lsa, uniki to'y ishlariga egdochilik qiladigan, men shunday bir odamchi bo'lish kerak. Mana buni nima deydi islom dinimizda? Vali deydi. Ya'ni vali degan mutavalli degan gap. Ya'ni vali degan vala yali. Valiye yalidin çıkıdı, yani veli vilayetten ve veliyun, yani sık müşebbe. Veliye yali degan gap yakın bo'ldi, egi chiqdi, uni boshqurdi, idora qildi degan ma'noda çok keladi. Endi mutavalli degan egi o'g'chi. Yani mutavalla yatavalla degan, yani bir odam o odamniki ishiga egi o'g'anliginiki o'zini nima deydi? Mutavalli. Yani egi bo'lgan odam degan gap. Ana o'nikin shu ayol kishiniki o'ziga nikoh qilma degan vaqtning o'zida uningga ega bo'ladigan, ya'ni vali degan gap shu. Vali degan shu to'y ishlariga, ya'ni u qiz bolaning o'ziga emas, yo ayolning o'ziga emas, shu qiz bolaninki yoki ayollarninki mana ishlariga egdochilik qilib. Chunki ayol kishilar degan qiz bola degan bo'libmi, nadi hissiyatchan, oqibatini o'ylamaydigan, shundoq ya'ni infial shakldagi tajribasiz jamiyatdan aralashmay to'lan. İşte kan boğandan keyin bu itibarı bilen bu ailesiga eğer to'y qilib qolsa, o'ziga yoki ailesiga numus, muşta bir ishlarniki bo'lib qolish ehtimoli çok bor. Bunun qarta islom dinimiz mana bu qiz bolaniki bo'libmi ishlariga egdochilik qildigan. Shundoq nima qilgan bekatdi, buni nima deymiz? Uni vali deymiz endi. Endi valiniki o'zi bu aslida bu yilqin veli bo'lgan vaqt o'zida bu ikki xil oldu. Birisi mustahab, yana birisi yoki nima u majbur. Ya'ni veli bo'lmiz qat'iy bo'lmaydigan, egdoch kishini o'zi qilib qo'ymiz qat'iy bo'lmaydigan bir xil viloyat bor. Endi bu viloyati istihbab degan, ya'ni mustahab bo'lsa nihoyat yaxshi deganimiz, ya'ni bir ayolniki o'zi tegib chiqqan bir ayol ekan. Yoki bo'lmaydi u qiz bolaniki o'zi balog'at yetgan. Meni mushunda bir qiz bola bo'lsa,
Bunuğa bu velisi olan bolsa, şu velisi şu nikah işlerine, işlerin hemmesiga to'yliq elish, qo'yish, qochalik qilish degandek, men mush ishga ig'dochilik qilib bir shu qiz bola yoki ayollarga nisbatan men mundaq qilishniki o'zi bu nima bo'ladi, uni viloyat istihbob bo'ladi. Endi yana bir viloyati ijbor deydigan bir viloyat bor. Ya'ni majbur u veli bo'lgan odamniki o'zi jazman ega bo'lmasa bo'lmaydi. U qavun mesela balaga yetmagan qiz bolaniki o'zini masalan to'y qilib qo'yibdi, nikohlab qo'yibdi. Endi balaga yetmagan qiz bolaniki o'zini nikohlab qo'yishniki o'zi bu burunqi odatlarniki o'zida bor bir nima u odat. Endi bu odatniki o'zida ya o'g'il bola kishini deb bir qo'ldan boshqa ketib qolmasin qizim deb shundoq qilgan bir odat bir sababni shu ko'zda tutadi. Yo'q bo'lmaydi. Bu qiz bolaniki o'zi menda kichik bo'lsa shundoq men bir parvish qilib, bir tarbiyalab boshqa qilay deb mundaq bir g'amxo'rlik hisobidan mundaq qilgan bir ish. Endi bu yangi zamonlarniki o'zida o ish yo'q. Endi bu yer nikoh qildi deganlikniki o'zidan u yilqi nikoh bo'lgandiki bu halol deb bir yetib bunda ish qildi deganlik emas. U hargiz undaqchi bo'lmaydi endi. Yani ma'lum jihatda balog'at yetgandan keyin andan keyin bir yerga kelish imkon bo'lsa, shu chog'ning o'zida andan keyin bo'ladigan gap. Endi shundoq bir qiz olib qolgan bo'lsa yoki sarang yoki o'zim bo'lmaydi, mato men shundoq bir qiz olib olgan bo'lsa, meni buluniki meni egi chiqib ularniki nikoh ishlariga meni vali o'g'a odamniki o'ziniki meni vala viloyatini meni ish qilish orqali nikoh qilib qo'ygan ish va bu viloyati ijbor deydi endi. Meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meni Ayşe radhiyallohu ta'alaning o'zi kichik vaqt og'a vaqtniki o'zida Abu Bakr radhiyallohu ta'alaning meni o'zi meni viloyat ya'ni ijbor shaklda o'zi ega bo'lib ashda nima qilgan nikohchi qilib qo'ygan. Endi vali degan kim? Vali degan qanday odam bo'ladi? Vali degan odamniki o'zi balog'at yetgan, aql o'sh joyida bo'lgan, undan keyin varis bo'laligidek. Yani veli bo'g'uchi bilan veli bo'luvchi ikkisiniki o'rtasida merosxo'rlik haq huquq bo'lsa, mana shu kishiniki o'zi nima bo'ladi u? Mana viloyat, ya'ni veli bo'la oladi. Ya'ni demak, aql o'sh joyida bo'lmagan, balog'at yetmagan yoki musulmon bo'lmagan odamniki o'zi mana bir musulmonga nima bo'la olmaydi, ayolga viloyatchi bo'la olmaydi. Shuningdek, varis bo'lmagan odamniki o'zi. Ya'ni u qiz bola bilan yoki ayol bilan ikkisining o'rtasida merosxo'rlik haq huquq yo'q. Bunda bir odamniki unga bir viloyat bo'lish haqqi yo'q. Ammo unda bir tuqquni yo'q. Masalan, tuqquni yo'q bo'lgan bo'lsa, u chog'da islom hokimiyati bo'lgan bo'lsa, shu islom hokimiyat ya'ni qozi mana shu qizning yo ayolniki shu ota-onasiga mana vakolatan o'zi va vali bo'lib, u chog'ni nikohlab qo'ydi. Mana bu endi islom hokimiyati yo'q. Islom hokimiyati yo'q bo'lgan vaqtning o'zidan bo'libmi bizniki bizning rayonlarimizdek bunday yerda bo'lgan bo'lsa, masalan masjiddagi imomi yoki yurtniki cho'nglari ahli ilm bo'lgan odam meni viloyat bo'lib yoki shu tuqqanlarniki yaqin bir og'illari va yoki yaqinroq uningdan boshqa odam qaragan vaqtimizda meni miros aloqa bo'ladigan darajada undaq tuqqan bo'lmasmi, lekin bunda bir tuqqani va erkishlar bor. U chog'da o'zida u kishi bo'ladi deydi endi. Shu viloyatniki o'zida birisiga andikin kishi bo'lish kerak. Chunki meni ayol kishiniki o'zi bu nikohniki o'zida vali bo'la olmaydi. Chunki nima qiladigan vaqt o'zida meni oyati deganimizdek aslida bu har qanday bir odam o'zi mustaqil bo'lgandiki, balog'at yetgandan keyin o'zining ishini o'zi qila oladi degan gap. O'zi qila oladi degan bo'lgandan keyin bu e'tibor bilan aslida men er olamdi, men ayol olam, qiz olamdi, shundoq nimani qilish kerak? O'zining ishini o'zi qila oladigan holat shu bo'lish kerak. O'zi qilish kerakdi. Lekin ayollar masalasiga kelgan vaqt o'zida shu Alloh taolo Qur'oni Karimda ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalama ala ba'd va bima anfaqu degan oyatga asosan mana bu ayollarniki o'zini mana Alloh taolo mana kishilarniki idora qilib rahbarlik qilib mana boshqaradigan mushundoq cho'q qiliqliq. Bunga asosan chunki ayollarniki asli
Bunun sebep ne diyecek? Yani özünki asli abiyatı degandek tabiati nayet iştik. Tola bir narsanın iştik ta'siriga uchrab ketadigan, aldirang'uliq, ham yani jamiyatniki tajribelik yoki hokazo ishlarga shu u aralashmagandan keyin uni uqib olmaydi. Deganidek mushunda ishlab olganligi uchun buning qarta bu viloyatdan iborat bo'lgan narsaniki o'zini islom din ayollarga bo'lmaydiganligi uchun beketgan. Buning qarta hem kishiniki o'zi bir qadar ig'ir besiq, salmoq, turmushniki ishlardan ham shu kishiniki kimniki qandoq ekanliginiki o'zidan jamiyatga olib yurgandan keyin uniki qandoq ekanligini biladi. Mana bu e'tibor bilan islom dinimiz shu viloyatdagi o'zini nimaga berdi? Kishiga shu berdi. Yani müşriddak çok buluş çok gerekli. Hem de istiyazanın mer'etin. Ayal kişinin neme kılış izni soraş. Hem de ayal kişininki mesela nikaha veli oluşunki üze o nikahı mecburlap apırıp o yılıkı mecbur kısamı kıl, kımısamı kılırsan diyen ondaki emeş. Fakat şu nikahınki işlerini aboladıkken, maboladıkken, onunki andak kılımız, mandak kılımız diyen nikahınki işlerine ilgi olulan kişi veli. Onun deyken hem de bir layık kelip ya bir nazik bir kişi beğenmekçi olsa onun deyken o veli olan adam ya ki tukkallarınki üze yelika ayallarınki üzeden bunu da nemi soraydı? İzin soraydı. İzin sorap, ruhsat sorap falanı kiptiken kanda kılısız, bolamdı o, bommamdı o, siz nemi deysiz der. Mene aldı ölen şu kızlardı, ayallardı nemi kılış gerek, onu soraş gerek. Bu sorumuz şu bulmaydı. Bu mecbur ya da kız balı unumay ya ki ayallah unumay onu konu tatmışsa apırıpla onu sen mecbur bana tegisen ya anda kılırsan ya manda kılırsan diş benim İslam dinimizdeki asli ruhiga nimemesi ona uygun emas. Hem nikahınki asli tabiiy uygun emas. Bu nikahınki özüde ikisi birbirine yaxshi görüşüp bu yerde en muhim iş olan aileden ibaret olan cemiyetin bir urug'ini barpo qilaman degan bo'lgandan keyin ikki taraf hamkorlashish kerak. Hamkorlashish ikkisi bir-birini yaxshi ko'rishi kerak. Ikkisi yaxshi ko'rishdan boshqa ikkisi bir-biriga har narsa fido qila oladigan, samimiy, sog'lom, mana rasmiy, mana erlik va ayollik ashulasi bila oladigan mushundaq ikki taraf bo'lishi kerak. Unda bo'lmay, u ko'ngli tatmay bir-birisiga nafrat holati bo'lgan bo'lsa, o'chani majburlab akib qo'ysa, ayol o mesela öykelse ya ki erkişi öykelse qanday holat bo'ladi? O dövzaq bo'ladi. Shuning uchun ikkisiniki o'tirsa rasmiy mehr muhabbat mushundaq bir-birini yaxshi ko'radigan mush asos nikahninki asos shu bo'lgandan keyin men mushundaqchi bo'lish kerak. Shu bu yerda nima qiladi? Unda ruxsat so'raydi. Ham ayollarninki yuziga tushliq ma'lum darajada jamiyatda men andaqqa mandaqqa deydigan ya qiz bola olsa uni ma'lum darajada nima qila oladi, uni bila oladi. Shuning onu mecburlaş nemesi yok ya da hakkı yok endi. Men muşlun üstüdeki nemamı bak. Hem istazana yestazini deydi, istapala yestapili babeden yani azine yazanı diyen ruhsat verdi. Diyen gap. İstizan dep istapala babedeki aga vakti yüzüde bu ruhsat soraş diyen neme o manide oludu. Birinci fasıl Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikah kılınmaydı mene tul ayallarını yani tul kişininki üzerinin hatta ki işini nime kılgay soralgay meselselingay ve nikah kılınmaydı mene nikah verilmeydi kız balını hatta ki nime kılgay mene izin soralgay muşdak çok kanınudu dedendi. Ama ya da la tunkah bu fiili mechul. El eyyim bu nime o tul. Meyli er olsun, meyli ayal olsun. Onunki meyli ertekken olsun, meyli tegmigen olsun iş kılıp bununki yedeki iri yok olan şu kız oğullarını, kız ayallarını hem nime deydi? Arap dilinde eyyim deydi. Eyyim. Yani iri yokken, iri yok ayal demek. Meyli kız olsun, meyli bir kata toyup çıkan iri yok olup boğan bolsa bunu eyyim deydi. Yani demek benim muşundak iri yok, muşundak bir ayal olup kalgan bolsa o canınki üzüde bu yerdemde eyyimniki bu yerdeki meclise asasen ma'u ikinci cüz'inin üzüde bikir diyen kız diyen gap bul. Bunun karşılık gelgendeki bu yerde eyyimni beni bir kata toyup çıkan yani çokan ayalınki üzü diyen gap. Mene çokan ayallarınki üzün ayalınki üzünün
nikohlashga bo'lmaydi. Hattoki shu cho'kan ayolniki o'zidagi ishini so'rag'ichilik. O'ziniki ash nikoh to'g'ri bo'lgan ishni nima qilish kerak, so'rash kerak. So'rgandan keyin anadan u xonimniki o'zini ikkinchi erga vali bo'lgan odam nima qiladi u chog'da nikohlab ishini qilib mushtaqchi qilib qo'ydi deydi endi. Vayna nikohlanmaydi qizni. Endi bikr degan o'tgangi darsimizda dedik. Bikr degan asli bukur degan birinchi qatim at deganda degan ma'noni bildirdi. Anda o'g'aniki bikrniki o'zi bu qizval ya da qizval tug'ilib cho'g'aniki birinchi qatim balog'at yetgandan keyin mana qizni qolaki tayyor bo'lgan birinchi qatimdagi ayollarga nisbatan u birinchi ish nima, birinchi davri qiziq bo'ladi, ya'ni ertakmagan. Bu e'tibordan uni nima deydi, uni bikr deydi. Ya'ni qizvalniki o'zining nikohlashga bo'lmaydi veli bo'lganda men ot setim yo aka ini setim deb bunda qilishga bo'lmaydi, qilmaydi. Hattoki ruxsat so'ralg'ay shu bikrdan. Hattoki ruxsat so'rag'ay shu veli bo'lganda shu bikrdan ruxsat so'rab, ma paloni ketgan, emsa qizim yoki singlim unda bo'lgan bo'lsa siz ma'qul demsiz, demamsiz, o'zingiz nima deb qaraysiz deb oldi bilan undini so'raydi. So'rgandan keyin andan keyin nima qildi o'chan o'zidan ma'qul desa, o'chan nikohchi qilinadi, bo'lmasa qilinmaydi deydi endi. Degandan keyin dedilar bu sahobalar, ya Rasululloh, va kayfa iznuha? Qanda bu qizvanniki izni qanda bo'ladi? Uçağın özüde biz kirip uçağın özüde kızvanlık kirip falan kirip iken tegemsiz desek uçak gap qilmaydi. Kızvanlık ayaca inime onun bunda uyatqısı keldi, xijil bo'ldi. Unda o'zi buniki ruxsati qandoq qilamiz biz? deydi. Mana demdi tastamir degan vaqt o'zida ishini so'raydi degan vaqt o'zi jazman ertakkan chiqib bo'lgan ayol bo'lgandan keyin og'izi bilan chiqish kerak. Ya'ni amrni so'raydi, ishini so'raydi degandan keyin nutq, ya'ni og'izi chiqish kerak. Mana demdi izni so'rashga, ruxsat so'rash degan gapning o'zi ruxsat so'ragan vaqtida ma'qul deb javob berishning o'zi og'iz oshkor bo'ladi yoki ishoratda yoki bir qilig'ida uqqan bo'lamiz. Shunga yana sahobalarga so'rash shu. Bu qizvalniki ruxsat berganlikning o'zini biz qandoq o'qimiz degan vaqtning o'zida meni qandoq bo'ladi o'chan o'zida qizval ruxsat berganlik, bo'pti men tegsam tegay deb qandoq o'qil bo'ladi debdi. Endi o'chan o'zida ya och singilsi ya voyda apisi olgan bo'lsa, shu o'chan o'zida ota olgan yoki aka inisi olgan ya tog'isi olgan odamniki o'zi buni ashunda so'rab biladi. Ammo u yo'q. Yo'q vaqtning o'zida qandoq qiladi degan gap endi. Qandoq biladi bu odam, veli olgan odam buniki ruxsat bergan qizvalning desa, dedi payg'ambar shuki shukto'g'ay o qizvala. Mana shukturishniki o'zimi ruxsatdir. Mana u nima u? Ma'qul degandek bo'ladi. Dedi, og'izdan qizvala nima qilolmay chiqaramaydi. Deb. Chunki nima bo'lgan gap o ayib bo'lgan gap qizvalaga. Hozirgi kunda dal uniki nima bo'lib ketdi hamda zaman mana buzilib Muşta holat bo'lib ketgandan keyin u yiliqi hozirgi davrniki o'zida qizvalmi, aytib chiqqan xotinmi buning bilan hech qanday farqi yo'q. Ashunda to'y qilishimiz debdi, ota-onasiga nima qismi ashunda nima qilishib, ashunda qilgan, men musulmon deb turib, men mu'min deb turib, men shundoq oilaniki shundoq meni qizvallarniki o'zi ashunda holat bo'lib ketdi. Aslida biz kichik vaqtda o'zidimi, masalan, to'y qilaman, nima qilib ota-onamizning qarshida cho'ng'aqish diyamaydi, xijildi. Hozirda u bolalarniki o'zi qarab baqsa, u aytib, "Onalim, bundoq qilaman" deydigan, mushundoq bir holat bo'lib ketdi. Ya'ni zaman mushundoq buzib ketdi. Bu nimaniki sababidan bo'ladi? Bu jamiyatniki o'zini, bu turayotgan joylarniki o'ziniki, o'zini rasmiy Qur'on hadisga asoslangan bir islomiy hokimiyatchi bo'lmaganlikdan. Axloq buzildi, muomala buzildi. Mushundoq hayo ko'tarilib ketdi. Hayo ko'tarilib ketgandiki shundan bu bütün buzuq ish mushundoq chiqdi. Hem hemisunda degan olmaydi, hem de asas müştadep yani bizdeki köygünümüzge qarab turibmiz, ammo yani mush shaklda bo'ladigan iffetlik, namuslik, hech qanday mushu Qur'on hadisniki hukmidan chiqmaydigan shundoq necha minglar nimalar bor, qizlar bor. Men bu qizlarniki o'zi bizniki millatimizniki men asas nimasi o manbasi. Bu.
İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Şuna dep ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki el eyyum mene tul ayan haqaraaqtur yüzüge yüzdeki velisidir. Yüzdeki velisidir mu tul ayan neme oludu? Haqaraq çok boludu. Ama velinin nemesi var? Haqqı var deydemdi. Men eyyim degen bu yerde asasen tul yani bir kata ergitik çıkan ayallarınki üzerine eyyim dep düşünümüz bu yerde. Anda o halde yani demek bu yerde bir kişi bir yerde bir layık olup gipti. Layık olup gelgen vaxtdaki üzerinde bu kızı ve yelek ayal bilen yelek veli ikisi talışıp gipti. Talışıp kalgan vaxtın üzerinde bolamdı, bommamdı, anı verimiz, vermeyimiz deyişniki üzerinde bu işkilisindeki hakkı var. Veli oğa adamninki mi hakkı var çünkü veli oğa adam benim hakkım yok kandak kılmamdı degen bilen a kızınki üzü ayalınki üzü o veli oğa adamninki kızı hem tuqqanlar oludu. Eğer şu ailege layık mana şu cemiyetke layık aşındak obdan bir adamga bu kızvalınki üzü erktegmise o çan üzüde bu ailege nomus epkeludi, harlık epkeludi, zillet epkeladigan gap. Meni bu itibar bilan meniki parçam bo'lgan shu ayolniki o'zi men o'zimga loyiq bo'lgan noit taqvo, muttaqi, axloqlik bunda birga bo'lish kerak degan gapniki o'zini o'qigan, meni taqvo, muttaqi, olim, ulamo mushta bo'lish kerak degan nima qiladi, uni da talab qiladi. Buning haqqi, mana u haqqi bo'lishi u. Endi qizvalning o'zi bu meni erkek chiqqandan keyin o'sha o'zining ishini bilgandan keyin u hayotniki o'zini shu ota-onasilar yashamaydi, o yerning uyi borgan vaqt o'zida o'zi ayrim nim qiladigan gap, avval yashaydigan gap. Avval yashagan bo'lgandan keyin uni davomlashtirish uchun bu ayolniki ko'ngli tortish kerak. U ma'qul deydigan mushta bir sababni shu ayolniki engida bo'lgan bo'lsa, anadan keyin u mana bo'ladi, bo'lmaydi deyish uchun bo'ladi, buni haqqi bu. Men ikkingiz haqqi mana shunday o'xshash mushtarak. Ammo Muşunda bu kapto, bu qalgan vaqtdagi o'zida masalan qandaq qipto, veli o'g'an adam yoq debdi, qiz bola o'g'an adam yoq men tegaman debdi. O'chal qandaq qilamiz? Men ikkisi mushunda zid holat kelib qolgan vaqtdagi o'zida, zid holat kelib qolgan vaqt o'zida mana qiz bolaniki haqqi yuqori bo'lgandan keyin to'y qilib chiqqan, o'chanizda veli unmusun unmay, uni majburlab ba qizingni ani takkis qipto, ma'qul deydi ekan deb, uni nima qilamiz? O'chan o'zida uni majburlaymiz. Mecburlap anadaki kızvanlıki digeni çok asas çok buludu. Yani mundaq düşünüldü bunu. Hem de o kızınki yüzüge mesela uyan belgilunma mesela unumaptı. Unumugan bolsa veli kopup ben bermen diyen bolsa uçağın yüzü qandaq qılgan gap. Uçağın yüzü de veli oğa adamın yüzünü tosimiz. Ma kızın unmayvadı da ma bir erkek çıkan ayal. Anda oğan iksen bunu mecburlama. Dep gapni nemenin haqqı aldı doludu. Ayol kişinin haqqı çok aldı doludu. Yani muşu hemdi. İkisinin ortak haqqı var. Men nikah qilish nemesida, yani hazır degenimizde. Hem yüzünki ayrım nemeleri var, haqqı var. Lekin bu haqqı kelgan vaqt o'zida ikki zid mushtaq taqobul mushtaqib qolgan vaqt o'zida mana ayol kishining haqqi uchun muqaddam bo'ladi. Hamda qiz bola meni ruxsat so'riladi bu qiz boladan o'z nafsida. Pi nefsiha deydi. Hem de kızvalınki yüzüne ruhsat izni soruldu bu kızvalıdan. Yani veli oğa adam bu kızvalı izni ruhsat soraydı. Şu kızvalınki yüzünki nefsidin. Yani özünüzün konuğunu kandak kılıdı anıga. Yani makul demdo, dememdo, konuğunuz tatamdo, tatmamdo. Diyen muşu gapni. Çünkü bu kızvalı hem de erkekse hem de öz nefs bilen yani yüzünden yeriniki üdücü turdu. Anda o anki sizin nefsiniz kandak oludu bunun makul demdo, dememdo dep nime kolundu soruludu. Didemdi. Sonra uçağın üzerinde şu kızvalı ben erkekten bolsa mı uçağın üzerinde ya yak ya makul dese anındaki şunu karıp iştirdi. Makul degen bolsa uçağın üzerinde andaki veli oğa adam onun nikahını kırıp nikah işleri mengep yürüp kelişip anda çok koydu mehrimanlık olsun anda olsun dep. Hem de bu kızvalınki mene izni şu kızvalının şu turşudur. Eğer atanısı oğa adam aş kızvalını sorap ya apısı oğa adam deydi. Şu kızvalını sorap uçanıki üzerinde şu turvalan bolsa men bu nime ruhsat. Yani ruhsat ma'qul men qabul qildim degan çok gap bo'ldi. Çünkü ma'qul diyamaydi hamda qijil bo'ladi. Meni bu. Anda o'g'andikin bizniki hozirgi jamiyatlerde bir adam bir yoki jik mushundaq
toplantıycık adam var yoki maslahat qiladigan bir yerlar bor. O'shangizni fikr olamiz yoki undaq qilamiz, bundoq qilamiz degan vaqtning o'zida, shu vaqtning o'zida bir ishniki ustida maslahat qilgan vaqtning o'zida mana bir adam o'tirib qo'yib, o'shaning o'zida "Men qandoq qilsa" desa, hamma odam o'shani ma'qul demasmi? Ashada shu tuğanning o'zi hammasi qabul qilganlik hisoblanadi. Chunki agar u odam uni olmagan bo'lsa, yo'q deb e'tirozchi bildirdi. Bu bir usul endi. Endi bir rivoyatda dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, "Men sayyibun." Sayyib degan ama shu men ayyim bilan o'xshash ma'noda men uchiq deydi. Sayyib degan asl bekatda aytib chiqqan nima u ayol bo'lgan bo'ladi. Mana bekatda aytib chiqqan ayolniki o'zini sayyib deymiz. Bu sayyib meni haqaroqdir valisidan o'z nafsiga o'zining valisini bak nima haq bo'ladi. Bak haqlik. Mushu vali meni nikoh ishida deydi. Nikoh ishniki o'zida bakarah nima u haqliq. Qizbola izin so'rildi, ishni so'rildi bu qizboladan nima qildi? Nikohdagi ishini uchun so'rildi, ya'ni vali bo'lgan odam nima qildi? Unuga so'raydi. Endi bu qizbolniki ruxsati izni shu qizbola shu turishidir. Agar yo'q degan bo'lsa, yo'q deydani, hech bo'lmaydigan qancha o'zi zararkaz qalab turmaydi, nima qilib. Agar bo'lmaydigan, ziyon tortadigan, bunda bir ya bo'lgan bo'lsa, har qanday narsaning jonlining o'zi uningdan e'tiroz bildirdi. Agar ma'qul degan bo'lsa, o'shan o'zida bo'lib, nikohniki o'zida men ma'qul deb diyamga vaqt shu turdi. Shu turganimiz nima bo'ladi? O ruxsat olgan bo'ladi. Endi bir rivoyatda dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, mana sayyib, ya'ni cho'kan bo'lgan ayol haqaroqdir o'z nafsiga, o'ziniki valisidan. Endi bekir qizbolniki o'zi, endi bu yerda qizbolniki o'zi dedik. Qizbolni hammamiz bilamiz. Bir qata agitib chiqmagan, agitib tegmagan shu qizbolniki o'zi shar'iy bo'yicha hammasi nima bo'ladi? Qizbol bo'ladi. Masalan, qizbolniki o'zi masalan yesh cho'ngib ketibdi yoki bo'lmaydi, ma'lum bir ish sababidan masalan ya qizlik yoki nimiz bo'lib ketibdi, yoki xato bir ishni qilib qo'yibdi. Nauzubillah. Men mushunda qilish orqali qolgan bo'lsa, buni islom dinimizda qiz deb belgitiladi. Qizniki qizlik holat yo'qolib ketish, ya'ni qiz holat cho'kan holat kelishning o'zi bir qator shar'iy tarafdan rasmiy shar'iy shakldagi nikoh qilib qandikin andiki sayyib bo'lgan gap. Ammo uniki boshqasi, masalan yesh cho'ngib ketib yoki bir ishlar bo'lib yoki mushta xato bir ishni qilib qo'yib ashtaqqan bo'lsa, buni shar'iy tarafdan biz nima deymiz, uni qiz deymiz. Ammo urf odatda bir qator andaq buzib ketib desimi, buni nima deymiz, uni shar'iy qiz deymiz. Qiz meni ruxsat so'rildi, ishni so'rildi. Buniki so'raydi. Bu qizniki otisi shu qizniki nimasidan? Nafsidan. Nafsida otisi nima qiladi? Izin so'raydi. Unda o'g'liki bu aytishga asosan qizniki valisini kim bo'ladi ekan? Oti bo'ladi ekan. Yoki bo'lmaydi, mana aka inisi mana cho'ng balog'at yetgan bo'lsa, meni bu bo'ladi. Mana bu. Endi bu qizniki ruxsati, ya'ni izni berganligi, ma'qul deganligi, uni shuk turishidir. Shuk turgan bo'lsa, ma'qul, men uni qo'shildim degancha gap bo'ladi deb meni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqcho degandi deydimdi. Va Hansa binti Hizam raziyallohu ta'ala anha rivoyat qilindi, shunday deb yozgan. Bu Hansa'nınki atisi mene verdi, bu atisi şu Hansa'nın vaadolku Seyyip idi. Seyyip vakitinin üzerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde bir adamga eg veripti. Eg vergendeki bu ayalnınki üzü bu toyununki üzü set görüptü, yani şu erinin üzü set görüptü, yani yaktılmaydı kendi. Yaktılmagandaki şuna bu ayal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karşılaşıyor geldi. Kelgendikin men qaytırgatdı Peygamberim şu atisinin nikahı qaytırdı. Merdut man bu nikah olmaptı dedi deyden. Men bu hadisi İmam Bukhari rivayet kıldı ve İbn Majah'ın rivayetinde nikaha abiha. Şu kızvalniki atisindeki nikahını. Kızvalniki atisi nikah qo'yibdikan, maya demdi şu atisindeki nikahını rad qildi. Yani atisindeki nikahının özü atisi ega olub,
O çağındaki üzüde şu kızvalniki bədim təqdim degan işni hammani qilib qo'ygan, nikahni hammani rad qildi degan gap. O'zi mustaqil holatda qilib olgan ekan. Endi ma'noda nikah abiha. Şu kızvalniki atısınki nikahı. Şu kızvalniki nikahı atısı qilib ekan. Ham buni şu o'xshash rivoyat. Anda oldiki buni rad qilgan. İslam dinimizda şu kızvalniki o'zi ya ayolniki o'zi yaqtab unimasa, unuga vali o'ga adamniki o'zi majburlab uni berishi haqqi yo'q. Bunun için nimesi yok, onun için hakkı yok. Yani demek şu kızvallarınki, yüzününki, men ayol olsun cezmen onun vilayeti için buluş gerek. Men velisi için buluş gerek. Velisi bomması için bombayı dendi. Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi, shunday jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam meni olgan edi. Peygamberim şu Ayşemni valuki o Ayşem meni 7 yosh edi. 7 yosh vaqtning o'zida nima qilgan? Olgan. Va yo'tkalgan şu Ayşem Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning qishiga valuki şu Ayşem 9 yoshda edi deyildi. Valuki men Ayşemniki o'yinchoqlari o'zi bilan bil edi. Şu vakti yüzü yöt ketken. Ve ölüp gitti Ayşem şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den valuki ve Ayşem 18 yaşlıydı. 18 yaşta tarihi hicriniki 59. yılıma şu canlı ölüp gitti Ayşem ölüp gitti. Yani 40 yıl etrafında 50 net yaşta ben ölüp gitken. 50 net 59 yaşıma 50 net yaş. Şu vakti ölüp gitti. Şu 40 yıl mı, şu 30 yıl etrafında tul açtık yaşayan. Bunu şu da olan dedi. Bu elsi bu ya keltirişte. Bu Ayşe'ninki yüzündeki atısı olan Ebu Bekir radıyallahu ta'ala'nın yüzü balagat yetmegen vakti yüzüde şu Peygamber'e neme kılgan beni dekalapçı bəgin. Meni Ayşe'nin yüzü bu 6 yaş kirgan vakti yüzüde oyuncağı da kolu tuturup açtık halet deyken. Hiç okumayıp okumagan deyken. Yani demek bu elsin çıkıdı ki vilayetteki yüzü balagat yetmegen. Ya ki saram, ya ki məton. Men muşunda bir kızlar olgan bolsa, bunuğa veli olgan adam resmi uçan üzde vilayeti icbar şekilde mena o kızval makul demdi dememde apırplı nikah bir vasıçı o nime oludu, durusçu boludu. Ama o kişi canlıki üzüde nikah kırıp balagat yetmegen vakti üzüde yani aşında nikah bir vatkan deyin ki o kızvalniki üzü ne buptun balagat yetipti. Balagat yetken deyin anı deyin bu kızvalın üzün ihtiyar oldu. Eğer ata-anası kılgan bu nikahın üzünü ben kabul kıldım, bunu ben şu boyunca kıldımsa boludu. Ama bunu red kıldımsa uçanı yenip gidemdi. Yani mındak vardı. Yani demek İslam dinimizde ayal kişiniki muşun nikah meselesi üzüde muşundak hukunucu belgen. Yani bunu karşı bununki şekil doğru bombagan muşundak ayallahu zulüm kıldıgan bazı yerlerdeki üzüde nokul haletten bek harlaş şekilde mal şekilde aşında bir vatıdığan hatta ki kızvalınınki ayalların üzü mata şeklinin üzüde şu toyluklarını koşuş arkalık men muşundak kıldıgan men İslam dinimizin roğu zit doğan muşundak örp adet şu ban. Bu örp adet asli insaniyet ya bulup mu İslamiyetke nime o zit. Bu katli nime emez o doğru emez. Onu tegmeymen desin unmay. Apır, jağılı tip aşağı mecburlap kötürüp apırvadığan aşındak urun bağımdı. Bu nime emez bu asli doğru emez. Men bu hedis. Hedis şumuş hem de. Nerede bağım mecburlap bir yeriş? En bu yerde mecburlap bir işinki üzüde. Eğer şu kelgen jigitning üzü ubdan, takva, muttaqi, alim, mındaq bir adam bolgan bolsa, uçan üzde velisiniki üzü uçan üzüde neme qipti? Bermen depti, o kızvalın üzü onu ulmayman depti. Ulmayman degan bolsa, bu adamning üzü kelgüsini mesela oylap bu yaxshi ish olati degan bolsa, uçan üzde mecburlashu imkoniyati bo'lishi mumkin. Bo'lmasa shu bo'lmaydi endi. Manın pulu varken, hukuku varken, andak manağına dep, kızvanın nemedek, maldek, şu apırpla şu nemegi setiş, satkandek, undakı şu doğruçu emes. İkinci fesıl. Ebi Musa radıyallahu ta'ala'nın rivayet kılındı. Men bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet kıldı dedi Peygamberimiz. La nekaha illa bi veliyin. Yok nikah, fakat veli bilen buludu nikah.
deydi. Meni bu hadisni İmam Ahmed, Tirmizi, Abu Davud va Ibn Majah Darimiylar nima qildi? Rivoyatchi qildi. Endi nikohniki o'zi hammamizga ma'lum, buniki 4 tane asas rukun var. Yani asas şartlardan birini qo'shilib, birisi ikkisi deydi, qiz o'g'ilniki, ayol ikkili tarafniki bo'lishi. Bu shart. Bu bo'lmasa bo'lmaydi. İkincisi nikohniki o'zi guvochi bo'lishi kerak. Guvochi, ya'ni e'lon qiladigan bunda bo'lishi kerak. To'rtinchisi mehr bo'lishi kerak. To'yliq. To'yliq mana eng az bizniki Hanifi mazhabda burunki davriniki miqdori bo'yicha 10 dirham kumush miqdoridagi moddiy yetkazilgan nima? Moddiy bir narsa bo'lishi kerak. Ma'naviy bo'lgan bunda balg'osichi bo'lmaydi. Masalan, men sizni ilm o'rgatib qo'yay, ya Qur'on o'qitib qo'yay, ya hajga olib akilay, ya umrga olib ya ziyorat qilay deb buniki ma'naviy tarafda bo'lgan manfaat keladi hamda bu bir nima? Buni qarshiligida o odamniki o'zi nikoh, uniki mehr deb hisoblasa u bo'lmaydi. Şu qizbola berilgan narsaniki o'zi jazman ne bo'lish kerak? Jazman moddiy bir narsa bo'lish kerak. O mening deya oladigan, o'zi epket oladigan, egdosh qilib, o ayolniki o'zi qizboning o'zi mustaqil holatda unidan manfaat ola oladigan bir narsa bo'lish kerak. Bizdagi Hanifi mazhabda mushamdi. Chunki ayol kishi yo qizbolniki o'zi nikoh qilib meni qildi degan gap, men uydan chiqib jamiyatga chiqdi degan gap. Jamiyatga chiqqandagi jamiyatga chiqish uchun jazman uniki ifodasi mustaqil bir holatda o qizbolning yoki ayolning kishiniki mustaqil bir egdochilik huquqi, egdochilik mol mulki bo'lishi kerak. Mol mulki bo'lgancha o'zida o'zidagi jamiyat chiqdi degan bir nemisini uchun o'charingizda uqtira oladi, bildira oladi, ani his qila oladi. Buningdan undan keyin bu yerda bu yilqi mehriniki mana berishniki sabab bo'lishi uchun bu. Shuning uchun şu maddi bir narsa uchun bo'lishi kerak. Men sizni oyog'iga boraman yoki bundoq deb. Agar ikkisi mushunda to'y qilib, ikkisi bak nima bo'lib, "Voy yo'qqa qiz bola qo'yib, men sizni hadiya qildim. Siz andoq bo'lsangiz, men hech qanday bir narsa taqdim desa bo'lmaydi." Qat'iy bo'lmaydi bu. Buni diqqat qilish kerak. U nikoh fasid. Nikoh fasid bo'lganiki bu nikoh fasidniki o'zini meni nikoh sahihga akelishi uchun qanday qilish kerak? Agar ashda bir ishib qolgan bo'lsa, shu qizvalniki opis tarafda bo'lgan tuqqan ashda qizlarning yeshi o'xshash, go'zalligi, yashayotgan shar, uniki mehri qancha bo'libdi ekan. Shu mehrini andan u shuni berdi, undan keyin nikoh sahihalat keladi, undan keyin o ikkisi aqdimda bir o'kib o'tirishi bo'ladi. Bo'lmasa, agar unda qilmaganimiz shar'iy bo'lib qolganimiz, darhol uni ajrashtiryapmiz. Bu pas nikah, buzuq nikahını apırıp, işkisi xotin bolup, yüремda uçağınızda hissiyat tutup kızmanı aldap, vay özüm hissiyatlanıp ketip, vay bizge andık adam, buptu ben özüm takdim kuattim, hediye kuattim diyen gep, şu kızmanınki üzü, şu vilayetindeki üzüde İslam dinimiz, yani bulup mu erkenge vaktin üzü de özgüçü vermeklik. Bu, şu erkişi şu biriklik. Bu iş şu yok emez. Bu vaga işler, bu vatka işler. Ahimmişlik. Bazı tarafını gidip o özünki çoğun işini kılamdı o onu imkalıp özünki imanı ve başka bir iş o özünün işi ama ma hüküm ayrım bir mesele. Muşlu rayık kalırsız rayık boğandaki anadaki onundaki o nesinin o oğulvalıdın elip o mehrindeki özünün andaki bir vatamsız uçan özüden vay bek yaxşı görmezsen kandaksam hediye kuattim der özlemle kuatkandık manın bir vatamı desiniz meydi boğan deyken amma turup unda kısınız şu bulmaydı. Yani bu. Anda o andaki muşu nikahınki muşu 4 taraf asas. Hem de bizdeki Hanifi mezhepten muşu. Ama Şafii, Hanbeli mezhepte hazır umumisi ekvatkan. Yani muşu cemaatinki otursada muşuda ekvatkan işinki üzerine veliyinki üzün nikahınki bir şart edip qaraş. Yani bu. Bunu asas kıldı. Bizim Hanifi mezhepte ya veli şart emez. Ama balagat yetken muş aql oşu joyida bo'lgan aşında bir qizninki o'zi. Mana o'ziniki valisiniki ruxsatsiz yoki valisi bo'lmay turib nikoh qilsa, uchan o'zi nima bo'ladi deydi. Boshqa mazhablarga o'zi bu nikoh qat'iy nima emas, buningda meni durustchu emas. O yilqi boshqa mazhabniki o'zida bizniki durustchu bo'ladi debchu qaraydi. Endi qaraydi. Lekin bizning Hanifi mazhabda hamda agar ashunda bir nikoh qilib qolgan bo'lsa, o'changizda Imom Muhammadning ko'z qarashicha, shu
o'g'ilniki o'zi shu qizvalniki jamiyatiga numus keltiradigan yoki o'g'ri yanchuqchi, masalan, qimovoz, shundoq nachar odammi emasmi? Agar nachar odam bo'lgan bo'lsa, vali yo'q degan bo'lsa, yenib ketadi bo'lmaydi. Agar ubda odam bo'lib, u vali ma'qul degan bo'lsa, bo'lib ketadi deydi. Bizdeki İmam Azam qatarlıq bu alimlarınki nemizse o buluverdi, o ruhsat bağlıq emasaydı. Lekin şundaq bolsa İmam Muhammed'in gibi asas deb fatva şunu deb qarılgan müştaq alimlar üçün var. Onda onun bu hadis nimi qaraydı? Endi bu hadisin üzüden yok nikah fakat veli bilen nikah var. Ama onun da başka Ayşe radhiyallahu ta'ala anh'ınki bir adam bir ayal üzünki meni velisiz nikah kan bolsa uçan üzde bu nikahın özü batıl degan nima var? Hadis var. Bu gap naci jiqqamdi, naci qildi. Ammo bu hadis Siyah-ı Sitte yani Sunan kitaplarda var. Bizdeki asas qilayotgan hadisniki o'zi İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilayotgan as-sayyibu yoki al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha degan hadis var. Yani İbn Abbas radhiyallahu ta'ala anh'ınki yuqorida degan mana tul ayol o'ziniki haqqiga o'ziniki valisidimi nima haq deydi. Bu nima degan gap? Ya'ni o'zi valisidimi o'zi haq deganki nikoh ishniki o'zidan nima ishda? Bu ham ba'zan deydi, ham ishdaydi, yo'q ba'zan nikoh ishida deydi. Anda o'anikin to'y qilib chiqqan ayolniki o'zi valisidimi o'zi bak haqirib, o'zi tegmayman deb qilalaydi deydi. Bunda tıpçı qaraymiz. Bu hadis endi ikkisi nima? Anda o'aliki onun da başka bizdeki Qur'onda ham oyat var. Hatta yankina zavjan gayrahu deb nikahınki o'zini shu ayolliga istatgan bir oyatlar var bir qancha. Mana bu nikahni o'z qilalaydi ayol kishi degan mazmunda oyat. Buni asas qilamiz. Buni asas qavati o'zida u durus bo'ladi degan gap. Endi bu yerda durus bo'ladi deganlikniki o'zidan durus bo'ladi. Shunda qiling deganlik emas. Agar mana bu nikahınki özü yeni birisi kafaat meselesi var. Yani kepi. Şu kızvalı bilen oğulvalınki yani ikisi aile ve kesip ve kaza işte okşaş oluş gerek. Bu kafaat bombası şu bombaydı. Böyle kafaat bombası bombagandayken ben aşında iş bağlamadı. Velis batırlıqon uçan özü kızvalı askerde kılıp ya keçip ondak mı numus keltirilen iş olsa o bombaydı. Uçan özde o nikahın batıl değmez. O şer'i doğrucu değil olmaydı. Yani bu yerde durus oldu degan gapning o'zi agar shu qizvalniki ashunda bir velisi yo'q. Mesela bizniki hozirgi davrimizda deydi, mesela chetdan va gaza. Men ashunda bir nikoh qilib ketdi. Nikoh qilib qolgan bo'lsa, buni islom dinimizda xato degan uchun bo'lmaydi. U nikoh bo'laverdi. Nikoh bo'laverib, o'shaning o'zida Imom Muhammadnikidek ashunda mesela nikoh bo'lgan bo'lsa, nikoh qilib mushu voqea yetgancha bo'lgan ortiq ikki jinsiy munosabat o'tkazib qolgan bo'lsa, u xato ish qilmagan bo'ladi. Hata ish qilmagan bo'ladi. Hata ish qilmagan bo'ladi, zina qildim, vaqizab demaymiz deydi endi. Faqat shu oilasiniki ruxsatiga bog'liq endi. Bu. Endi mazhabdagilarniki o'zi nikohsiz ashundaq, mana valisiz nikoh qilib qolgan bo'lsa, nikoh tubdan yo'q. Tubdan yo'q degan gapning o'zi, mana vali bilan nikoh chigiladi deydi. Deganing o'zi nima degan gap? Ya'ni shunga Şafii mazhab va undan boshqa mazhablarning o'zidan nikohniki chigilishi ayolninki labzi bilan chigilmaydi. Kişiniki labzizle çigildeydi. Yani bir adam bir kızı bergen bolsa kız ayağı veli olan adam maya deyişi gitler toxsuma kızım bir vattim dese ayal kişiniki özü gap qilmasima men bir vat qalliq oldu deb qaraydi. Mena ayal kişiniki labzizle ay nikah çigilmeydi deydi. Şu kişiler çigilish kerak deydi şu hozirgacha meni bu nima şu Arap rayonları va kaza yerda şu ahvol şu bor. Ve bu ahval çok var. Yani demek ayol kişiniki hech qanday men tagdim. Chunki o'ziga ega bo'lish haqqi yo'q deb mujuna bir ko'z qarab bu ayol kişiniki labzida nikoh chigilmaydi deydigan mana shu ko'z qarash çok bandi. Bu yerda bizdeki valisiz bo'ladi deganning o'zidan shu o'zingiz tigibering deganlik emas. Shu mushunda ish bo'lganligi uchun, bu ishniki o'zi to'g'ri tushunmaganligi uchun, shu bizniki vatanimizni buvatgan ashundaq ubdan yaxshi taqvo muttaqi qizvallarning o'zi mushunda o'qiyman deb kelgan vaqtning o'zida mushundaq niyati nachar, buzuq insonlarning o'zi mushunda suiiste'mol qilib velisi siz atanız ruhsat almışsınız boludu. Ben nikah kılıp okutmasak bu namahram boludu da oturup
Aşında qatqan işini cık işte işlaçı boğan. Bunu ona bizge anadeken balay afet musibetniki kelişi men muş şekilde boldu endi. Qanda holdan deyin hiç nimeni okumaydan olub qaldık. Hiç nimeni okutamay olub qaldık. Mene kızlarımızın özümüzün milleti Müslüman emas, mene en eşyatli kafirlik üçün tigib adıdı. Bu nimeden geldi bu ceza? Günah qandaq olğanmasa ceza şundaq keldi. Muşu dinni suistimal qıvatqan. Muşu İslam dinindeki aşındaq muhim yerlerin üzüden aşındaq naçar, niyetlik, aşındaq buzğunçı, şehvetperest, aşındaq insanlarınki üzü, aşındaq paylanıp, aşındaq şu veyran qıvatqan. Şunun cezası kelgen. Bu herkes özügüdü bu qağa işçi yok. Ayşe radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı şuna da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kanda bir ayal nikah kan bolsa yüzniki veli. Men de bu yerde biz nime deymiz maylis qadiga vaqtimizda nikah illa bir veli degende yok nikah fakat veli bilen degan gapning o'zi yin bir nikah ishi var. Bu nikah ishniki o'zida qulluq davri, hozir bizniki qulluq davri yo'q. Qulluq davrining o'zida bir odamniki er va ayol qul bo'lgan bo'lsa, şu ayal kulunki üzü, yüzdeki velisi, yüzdeki sayyidindeki ruhsuz nikahsa nikah olmaydı. Mene bu yerde la nikah illa bir veliyin digini, nikah yok digini bu yerde deydi, başka rivayet kim badı. Yani kul ayallarınki yüzdeki bir ergi tigi verişi, yüzdeki velisiz bu nikah olmaydı. Batıl. Uçan yüzde bu yetisi karatkan tarafi, men aşağı. Şu vaktin yüzü şundaktı. Şu vaktin özü demem, bazı ayallar özü şu bir adam kulu turuqluğun, ikinci adam erkek olgan iş bolğandı, şunu qarab Peygamberimiz muşta degan dep çok qaraydı. Şuna kul olgan ayallarınki özü, özünki hocasındaki ruhsuz hiç qandaq bir adam tegamaydı. Çünkü o kulunki kul olgan ayal bütün vücudu, hiç qandaq bir narsa özün müstakili yok. Fakat o nima o bütün vücudu, bedenin hem yeri şu hoca olan adamın. Şu ikisinin oturup nikah etmeydi. Yüzün mulku olan diken, mulkin alamda bir adam anmaydı. Anmagan diken o nima etmeydi, ona şu an nikah etmeydi. Kandak paydalansın meyli, yüzün hotundaki yüzü kandak paydalansın meyli o. Yüzün ihtiyar oldu şu an. Onun da sanı yok. San yok. Mançilik ayal kulun olan bolsa, manı bilen paydalanırsan, cinsi münasebet kılarsan, bomuz kılamaz degan yok. Qanchalik qilsa özünün işi, ihtiyar. Şunda bolsa hozir o'ylaymiz. Lekin qulluq davrining o'zida u yerlik odamning ajoyib enimi, mard, bunda bir odamni. O'chan o'zida o ayol kul ayolning qishga hargiz o ishni qilaman deb tasodif majbur bo'lib qolmasa, o ish bilan jinsi münasebet o'tkazmaydi. Chunki uni tug'ilib qolgandan keyin o balaniki o'zi o kul ayol umu velat tutup kalıdı, onu satamaydı, birisi yebi kalamaydı, ölgen deyikilla o ayalın üzü, mene o hoca, uçanın üzü ne bolğan gap, o hocanınki, mene ölgen deyikilla azatıp gelgen gap. Bunu qarab, her güz iştik o, yalak benim kolumken, ayalken, kızvalıken ve kiraylıken de berip la, ondaq bir cinsi münasebet işini çok kınmaydı. Kınmaydı devr onun. Ayşe radhiyallahu ta'ala rivayet kılındı şuna cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kanda bir ayal mene nikah yüz tivagan bolsa yüzniki velisiniki ruhsatsız pes onunki nikası batıl batıldır dedi. Bu ne qaraydı? Yani hazır diginimizde şu yelaki kul ayalga müşavikçi kartımız deydi. Endi bu yerde veliniki izinsiz depti. Veli ruhsat vermesi onunla tigib yaptı hocası. Çünkü kulununki ayalınki üzü şu bütün nersin üzü hocası hizmet kılış. O hocası hizmet kılış olgandan o yerde ruhsat kılmasını apırıp erkek olgan bolsa o adam o kızı o ayalının üzü ikinci adamın mülkini apırıp ikinci adamın menfaatiz bergen gap. Bu bolamda olmaydı o. Eğer kirgen bolsa bu adam şu ayalga hem de aşıdak velisi ruhsat beğenmesi mi unmay aşıksı cinsi münasebet ötküsü baştakkan bolsa uçan üzüde benim şu ayalga badur mihri var, toyluk var anda bir nesvedeki halal dep kardı o adam o neminiki şu ayalınki cinsi azasıdır. Hem de cinsi azanınki üzüde mesela maçkatte ya bundak oldu andak oldu dep
uni manchpul deb undan qilinmaydi. Ammo buni taxmin, mesela qancha kun bo'ldi, 5 kun bo'ldi, 10 kun bo'ldimi deb o'tirib, buni qarab, anadan keyin mahrim muslim uni manchilik olsa ekan bunuga deb ashtachup bağlapchup beramiz deydi. Peyniş tecaru. Peziga talash tartışıp qalsa ular. Yani bu yerda endi mayada biz endi buni yana qulluq davridagi ayolga dedik, ammo umumiy degan vaqtning o'zidan bu yerma shuni ko'rsatdi. Agar talash tartışıp qalsa, şu yillik ayol bilan vali ikkisini o'tib talash tartışıp qapti. Qo'pib men ruxsat bermayman debdi, men tegmayman debdi, yo men tegmayman debdi, tegsan debdi. Mushunda vaqtning o'zidan qanday bo'ladi o'chaning o'zidan? O'chaning o'zida sultan degan bir kishining valisidirki, uning valisi yo'q. Meni velisi yok kişiye sultan yani hakimiyet, İslami hakimiyet neyim olduğu uçağınızda veliço buludu dedi deydi. Men bu hadisi İmam Ahmed, Tirmizi, Abu Davud, İbn Majah, Darimi'den nima kıldı? Rivayet çok kıldı deydi. İbn Abbas radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. En yukarı hadiste benim muşundaq bulup mu hazırki muşunda bir devrinin üzerinde. Mene bu hadisga asasen hem yukarı hadisga asasen umuma kısak o çanıki üzerinde. Benim velisi batır okuğun. Mene aşındaq unumay unuğa aşındaq tigi verişlik üzü İslam dinimiz nememesi o duruşçu emes. Bu duruş olmaydı. Bunu duruşlaş için qanday qilish kerak oyatda deganimizdek aşağı tigib qolgan bo'lsa o çanın üzerinde mene unuğa mehr berib Hocası nimeniki, velisiniki üzü ruhsat verip, anadaki çok kılış kerak, onunki ruhsat oldu. Bombası çok bombaydı. Ama velisi yok olup, alimen depti, maberimen depti, o bombaydı dep talaşlasıp kalması, İslam hakimiyet olan bu hakimiyet, bombasa, mene bu İslami cemiyet, yak olmaydı, imam, mescidindeki deydi, mahalleniki, muş adam, yani yak olmaydı, ehlinin boğa, adamlarki üzü, yani yurtundaki çoğunları, bu veli olup, aşta iqdası berişi gerek. Bu her gün ayollar öz ixtiyorlar bundaq ertegib, bundaq hiç kadar bir adam bulup pushqaqdan bunda bir nikah qilishga bo'lmaydi o deydi. Çünkü meni nashqata degandek ayol kishilik. Bu qizvalning o'zi noyat hayajon. Noyat ishtik ta'sirlab ketadi. O ayol kishiniki aqlidan uning hissiyoti bek yuqori bo'ladi. Hissiyotga tayinib jiq ishlar meni yuz berib ketadi. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet konuşulan edip zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. El bagaya zaniler anda bir ayollardır ki mene nikahlaydı ula özünü nimisiz beyinisiz. Mene hüccet guvacisiz özünü ikinci bir adamın nikah kıpçı berdi. Bunun deyimiz ona zani deyimiz deydendi. Anlamadıkken Bagiyya degan nima? Bagaya degan bagiyyatunki nimasi o jamisi. Bagiyatun bagaya deydi. Bagaya degan chekini ishib ketdi degan gap. Haddini ishib ketdi degan gap. Bu qizvalniki o'zi, bu ayol kishiniki o'ziniki haddida to'may. Haddi nimati shu o'zingiz ertegib shar'iy bo'yicha nikoh qilib, anadiki erkishlar birgacha tursiz. Bu nima o? Bu yo'l. Ammo bu yo'lda to'may ishib ketganligi bu nima bo'ldi? Uni nima deydi? Uni baga, ya'ni zani degan gap. Mana bu zani bilan mana nikoh qildi degan ikkisiniki o'ttirisiki narsa nima bo'lsa bag'iy degan gap, bag'iylar. Mana zina, fohishvozlar qanday qilsa o'zini hech qanday bir odamga guvoh qilmasdinlar, bulun pushqoqdan deyishib, ancha pul deb mana ashundaq mana o'zini nikoh voy ma'qul deb yo ancha koy beray bergandan keyin ma'qul deb keldi. Shuning bilan shu qiladi, shu odam uqmaydi, bulun pushqoqni qiladi, bu zina bo'ladi. Zani bo'ladi deydi. Ondan keyin mana bu hadisniki o'zida mana nikohniki guvohchiq bo'lish nima u pars. Guvohsiz. Ashundaq guvohchi nima eng oz bo'lmaganning o'zida ikki odam bo'lish kerak. Ikki odam bo'lgan vaqt o'zida ondan keyin uçan o'zida bu nikoh shar'iy tarafdan to'g'ri holatga tushib kelgan bo'ladi. Shu payg'ambar nikohni ochiq oshkor qilinglar, masjid qilinglar degani shu. Endi esa şudur jazman bu gap İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'ga mevquptur. Yani Peygamber'in sözü emas, bu İbn Abbas'ın sözü deptendi. Bu bir gap endi. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet qildi. Dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
yetim kız bola mana nima qilindi? So'rildi bu kız boladan o'z nafsidan. Endi yetim kız bola degan gap, yetim degan nima degan gap? Balog'at yetmagan vaqtniki o'zidagi ash balaniki o'zi yetim deymiz. Ya'ni otasi bo'lmasa, opasi bo'lsa, uni yetim deb. Yetim bo'lishda otasi bo'lmagan, balog'at yetmagan o'sha ikki narsa bo'lsa, o'chaniki o'zida bu yetim deb hisoblanadi. Ammo uniki masalan balog'at yetgandan keyin yetimlik chiqadi. O'sha yo'g'on bir odam bo'ladi. Endi bu yerda nima uchun yetim deydi desa, chunki burun bu yetimdi. Yetim e'tibori bilan şu an gap bilan shu bu yetim dedi. Yani balog'at yetgan qiz degan gap endi. Balog'at yetgan qizniki o'zi, ya'ni yetimkan, otasi yo'qkan, mana ruxsat so'rildi bu qizidan, o'z nafsidan nima qilamiz? Ruxsat so'raymiz. Shundaq bir loyiq kipto, qanday qilamiz? Bunda duvodu deb qiz bola nima qilamiz? Anida ruxsat so'raymiz. Sen ota bo'lmagandiki veliyingni opra tegar degi shu bo'lmaydi deydi. Pes agar shu tursa o qiz bola, fas shu tug'anlik o qiz bolaning ruxsatidir. Gapni anglab shu tug'an bo'lsa ma'qul deganlik bo'ladi deydi. Va agar unmasa o qiz bola, yo'q men tegmayman, ko'nglim tatmadi, yo'q unmayman desa, o'chan o'zida pas yo'q javoz, shu qiz bolaniki ustiga mena durustlikchi yo'q. Yani durustlik nikahni qilish deydigan durustlik ishchi yo'q. Majbur qilishchi yo'q. Qachoniki ma'qul degan bo'lsa, ma'qul ish qanday qilib chiroq tushuntiramiz, uqtiramiz, uni obdan bir loyiq kelgan bo'lsa, undaq qilman, mandaq odam kelajak, mandaq bo'ldi deb, endi uqmaslikdimi o'chani yo'q deyishchi mumkin. Unda o'niki buni tushuntirish kerak. Ishniki obdanni uqmasin ko'pincha nima joyillikdan keladi. Mana shunday nima qilish kerak? Tushuntirish kerak. Ammo tushuntirib turibmi? O'chan o'zida uqtirib turib, bütün amalni qilib tursam, o'chan unmasa opirib sen tegsan o deb, o yetimkan o buniki hech qanday egisi yo'q deb, uni bo'ziga etib, undaq qilishga bo'lmaydi deydi. Jabir roziyallohu anhu rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildi. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, qanday bir qul olgan bo'lsa, o'ziniki mana sayyidiniki iznisiz mana xotin yaptı. Bu sayyid ruxsat bermabdi-da o xo'jasi. O'chani o'zida bu odam yo'q desim, uni men xotin olgan bo'lsa, bir odamniki qizi yo ayolini, past o'chani o'zida bu nima? Bu qul zino qiluvchidir, ohirdir. Yani zanidir deydi. Çünkü nimishqa? Çünkü odamniki o'zi mana bütün vücudu, bütün hizmet, hamma narsaniki o'zi ma odamniki mulki. Unda o'niki men xotin olaman deb ani ruxsat o'chani o'zidan xotin olgan bo'lsa, o'chani o'zida odamniki mana manfaatiga mulki daxli ta'arruz qilgan bo'ladi. Bu nima emas, xalqniki mulkiga daxli ta'arruz qilishniki o'zi uchun durust emas. Shuning uchun bu nikah nima? O botil. U nikahni darhol ajrashtiryapmiz. Bu uchun bo'lmaydi deydi. Men bu hadisni İmam Tirmizi, Abu Davud, Darimi rivoyat qildi. 3-fasl. İbn Abbas roziyallohu anhu rivoyat qilishida dedi İbn Abbas, jazman bir qiz bola, jariyami qiz bola, bikrimi qiz bola, yani bu bikrin aklish ta'kid. Jariyiniki ba'zi vaqtda o'zida xizmatchi ayol degan, yani qul ayol degan gap ishlatdi, ya bikran deganda qiz bola degan gap. Yani qiz bola kelgan edi, bu qiz bola payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga qo'shib kelgan edi. Pes dedi bu qiz bola shuniki jazman bu qiz bolaning otasi, men agverdi bu otasi bu qiz bolaning va'loku sat ko'pishdir. Sat ko'rgan bir odamga buning otasi men agberyapti ya Rasululloh deb payg'ambar qilishga shikoyat qilibdi. Shikoyat qildiki, shunga payg'ambar bu qiz bolaga xiyonat berdi. Xiyonat berdiki, unda bo'lsa siz ma'qul demsiz, qandoq deysiz? Dedi. Agar men mushunda bir ish men ota-onasi olgan odam o qizal unmusun unmay sat ko'rgan ishda bir yigitga opirib yaqtab unmusun opirib majburlab malni satqandek ya pul oldim deb ashunda qilgan bo'lsa, buniki nikosi islom dinimizda ma'qul. Agar shu qizning o'zi unindiki ma'qul degan bo'lsa, bo'ldi, bo'lmayman degan bo'lsa, nikoh bo'lmaydi. Abi Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qildi, dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, mana ammaydu ayol ayolni erishkichi bo'lmaydi. Mana ayolmaydi yoki ayol kishi ayol kishini va ayol kishi o'z nafsini nim bermaydi, erkichi berolmaydi dedi. Yani demek
ayol kishi bir ayol kishiga egidorchilik qilib velilik sharoitichi bo'lmaydi. Bu endi. Veli kim bo'ladi? Er, aql, baliq, varis bo'lgan odamchi bo'ladi. Veyna ayol kishi o'z nafsini egara olmaydi. O'z nafsini egara olmay, aş veliniki ruhsati bilan undaki nim qila oladi, egchi bera oladi. O'shaningizda veli odam nikohning ishiga o'z egotarchilik qilib, bundaq qilib qila oladi. Ammo bu velining ruhsizlar, uqmasdilla, buni pushqaqda uyab apirib nikoh qilgan unda ishchi qila olmaydi, bu durust emas. Cazmen zani, o zani degan kimdir? Anda bir ayoldir ki, o o'z nafsini ikkinchi bir odamga berganlik. Zani shu endi zinaxo'r pashvozlashdan qildigan-da, pashvozlarni. Bu ikisini o'tirib farq, mana İslam yani nikah şekilde oğlanı özüneki velisiniki ruhsatı bilen, tuqqanlarının məsləhəti bilen, mana ular eği çıkışı bilen andaki üçün boludu. Mazani üçün onun tuqqanı hiç qanday bir adam xəbiri yoxla apırıp 20 koy, 30 koy mançı pulga apırıp mançı saat yani deydi o. Bu zani. İkisini o'tirib farq men muşudaqçı boldu. Eğer aşda olub qalğan bolsa, zina qanuniki hükmünü ep qalıdı o deydi. Ebu Said İbn Abbas radıyallahu ta'ala'dan rivayet kılın dedi o şikayden. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ademi ki, o adam için bir balı tuğulsa, kız olsun, neydi, oğul olsun bir balı tuğulgan bolsa, çıraylık kısın, o adam şu balınınki ismini ve edep ahlakını. İsmini çıraylık ismini koysun. Ve o balınınki özünü edep ahlak terbiyeleş cihetten çıraylığını kısın. Balam to'g'di, meni san jiqos bo'laverdi demay. Tug'ilgandan keyin uningki bir omonat bo'lgandan keyin Alloh u bolani bergan. Buniki axloqini, ta'lim tarbiyasini, men ong saviyasidagi o'zini hammani biladigan shu jamiyatga loyiq, ham shu jamiyatda yuqori darajada turgan bir ong saviyaga yetishtirish, yakuz jihatdan nima qilsin, unga chiroyli ishlarni qilsin. O'qisin, mana nima imkon bo'lsa manfaatlik, mana oldidan iman, İslam öğrensin, onu qaysi iş bilan muvafiq, onun uchun nima qilsin, ilm tahsil qilib, mushtaqligini qilsin. Qachonki bu balo endi balog'at yetibdi. Balog'at yetgandan keyin u odamning o'zi bu balani mana o'ylab qo'ysin. Agar balog'at yetib o balo, u velisi bo'lgan odamning o'zi u balani mana o'ylab qo'ymagan bo'lsa, uningdagi bu balo bir gunohga yetibdi. Bana yetkendiği ki balağat yettiği demeyen gap, ben endi xotini alsam alalayman, ben erkeksem tek alayman diyen bir halet oldu. O kavga, ben oğulmanınki resmi, bana o yalık ben uykuda olsam da o halet bir meninin çıkışı. Kızvanın çoğu adet kirişi. Adet ya ki meninin çıkışı, adet kirişinin bilenla bu resmi çoğun bir ayal, çoğun bir erkişe ayrılıyordu. Ama biz kişide karşısak mı uçanın üzerinde, men balağa yetkendan keyin o ikkinchisi bir tarafni avtomatik holatda bir-birini ishtiho qilishadi. Unda o shu jarayonda agar nikoh qilib qo'ymay, o'changiz bir gunoh ishga yetgan bo'lsa, o'changiz gunohsi shu bolaning otasi bo'ladi. Nima uchun? Chunki qiz bola yoki o'g'lonning o'zi shu nikoh qilish imkoniyati bor turgan salat yetib turgan bu nima qilinmadi, uni qilinmaganligi sababchi u to'sishib qoldi. Shuning uchun gunohchi uni qo'llagan gap. Men ata-onasınınki üstündeki hakkı, balını ubdan isim koyuş, ubdan okutuş, onundaki balağa etse çıraylık bir yerge apırıp, yine ekirip, ya ki bir kızvan ip, ne kaçıyor, koyuşuyor bu. Yani bu hakkı bu, o deydi. Ömrümde hatta bu adamda, ya ki balağa yetse, onu öylep koysun diyenin yüzde balağa yetişamanın demez. Balağa yetişti eğer imkan bol şunda qilish kerak. Onun başka bir işleri var, ya ki imkanı yok, ya ki oku ya bir iş olib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida buniki nemisi bo'ladi, o muhim bo'lgandan keyin bu uniki sirtida. Ömrül Hattab Enes bin Malik radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Dedi Peygamber, Tevratda bunda deb bor. Tevratda yozchilik yozib bordir. Bir odamiki yassa shu odamning qizi 12 yosh yassa, o kızınki üzerine inan 12 yaşga yetken vaqt özüde meni ergengen bolsa, o kız ol bir günahını işlep qalgan bolsa, men şununki günahı şu atısı oldu dep Tevrat'ta muştaqçı depço ba dedi.
Men bu işkelse İmam Behyaki Şuabil imanda nima qilgan rivoyat chiqqan. Ya'ni demak, men bu hadis qilsa qiz bolaning o'zi 13 yosh kirgan vaqtning o'zida balog'at uchun yetdi degan gap. Yani bu bir nima onun rivayet. Bu İmam Behyaki Şuabil iman degan kitobda bu hem bu Tevrat'ta depti. Bu hadisdeki seneti qandaq, buniki muhaddis olimlar o'zi nima qildi. Yani demek 12 yosh kirgan vaqtning o'zida, yani ko'p vaqtning o'zida bu qiz bolalar balog'at yetdi. Yosh jihati yo'q. Balog'at yetishniki yosh muayyan o'lcham yo'q islom dinimizda. Yani aviyatda deganimizda shu ishli bo'lsa, mayli 9 yoshda olsun, mayli 11 yosh olsun, ya 14-15 yosh olsun, bu şu qiz bolaniki shu yashayotgan muhit, shu oila, shu yemak ichmak, shu yerga bog'liq bo'ladi. Ba'zi rayonlarniki qiz o'g'illari baldırlar balog'at yetib ketadi. Ba'zi rayonlarning unday emas, ba'zi oilalarning sal baldir, ba'zi oilalarning sal tovan. Mujda bo'ldi bu yana muhit qarab o'zgaradi. Qachon yemak ichmak muhiti obdan bo'lsa, istiqbal vaqt. Bundan yerdagi insonlarniki balog'at yetishi bir qadar nima bo'ladi? Baldır oldu. Hem bununki balog'at yetgandan keyin bununki yana erkeklik yani erkekliğimiz bir kadar canlıq oldu. Ama soğuk mında bir yerde kişilerninki balog'at yeşi sel töven boludu. Hem onunki sel bir kadar sus oldu. Yani erkeklik nemisi yani canlıq unda olmay. Yani bu. Hem de Peygamber sallallahu ben 6 yaşında Ayşe'nin epti 9 yaşında dokul kıptı yani bir yer kipti degan gapning o'zi bu İslam düşmanlarınınki bulup mu muşu yetişine asas kıtını buludu. Adı qarab bakaydı. Ya 8 yaş kirip bir kız balının özü, ya 9 yaş ya 10 yaş kirar kirmey turup muşunda bir işlerini tuğup koygan ahvallarını şu anlavatımız. Onun karta hiç kim bir narsa demeydendi. Hem de yeni birisiga bu 1400 yılındaki aldıdaki insanlarınki beden kuruluşu, onunki sağlamlığı, ben hazırki insanlığa kıyas kılınmaydı. Uçan özde yemek içmek acayip tabii. Uçan özde çoğuğa adam beden sağlam, ben hava issiq. Anda oğanınki bir kız balının özü. 7-8 yaş, 9 yaş, 10 yaşta otomatik halatta hazır kız balınınki 16-17 yaşlık halat gelişi mümkün. Mene hemmemiz ihra. Hazırki davriniki özüden. Mene terakki kıp ketip, yemek içmenin hemmisi hoş oluşup. Adamın hemmisi kişilep bazı bağın kişilep git bardı. Hemmin yaz tövelep git bardı, hemmisi ihra. Bunda oğanikin aş vaktin özüden şu 9 yaş, 10 yaş etrafındaki aşta kız vallarınki özü, hazırki davriniki 15, 16, 17 yaşındaki etrafındaki muşundak adeti buluşçu mümkün. Hem de bu İslam dininin düşmanları kanda bir gapni tapaysa bir gapni şu tapı demdi. Düşman da olgan ekan o. Ve ahir da'vana